Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda Zavodskoy beton mishelkalarimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, Zavodskoy beton mishelkalarimizni narx-navolari hamda ishlash jarayonlari bilan sizlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'rib turgan Zavodskoy beton mishelkalaring temir shesternali variantlarda do'konimizga yetib kelgan. Shesternalari temir bo'ladi, baquvvatidan bo'ladi, yedirilib ketmaydi. 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan variantidan do'konimizda mavjud. Xohlagan litrlaringda o'zlaringga mosini kelib tanlab olib ketsalaring bo'ladi. Yangilangan versiyalarda o'zini dastaklari qo'shilgan, bemalol xohlagan joylaringga olib borib, yetalab foydalansalaring bo'ladi. Apparatlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, 2,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha Zavodskoy beton mishelkalarimizda Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizdan xarid qilsalaring bo'laveradi. Bularning narxlari nimalariga qarab farq qiladi? Narxlari o'zini motorlariga qarab, litr sig'imlariga qarab narxlari oshib boraveradi. Bularni motoriga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi 160 litrlisini motori 750 watt bo'ladi. Eng katta 260 litrli Zavodskoy beton mishelkamizning motori 950 wattli variantlarda bo'ladi. Endi 200 litrli Zavodskoy beton mishelkamizni tayyorlab qo'yganmiz. 220 voltga ulab, mana ichki holatlarini ham ko'rishlaring mumkin. Ikkitalik pichoqli variantda bo'ladi. Hamma joylarini yig'ib qo'yganmiz, bitta ishlatib sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Zavodskoy beton mishelkamiz ishlash holatlari, apparatlarimizning eng muhimi xohlagan tomonlaringga o'darib to'ksalaring bo'ladi mana. Xohlasalaring o'ng tomonga, xohlasalaring chap tomonga to'kib foydalanaverasizlar. Judayam yengil, o'zini sof veslari 50-60 kilogramm ves chiqadi xolos. Samodelka Zavodskoy beton mishelkalarni solishtirib xohlaganlaringda xarid qilsalaring bo'ladi. Xohlaganlar uchun samodelka sifat qilib ishlab chiqarilgan o'zini bachoklari boshqacharoq variantda yetib kelgan. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Dastavkalarimizni 12 ta viloyat bo'ylab yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Manzilni eslatib o'tamiz. Yangi bozor tomondan kelganda Malina svetoforini yonginasida joylashgan bo'ladi qurilish texnikalari do'koni. Barcha turdagi qurilish texnikalarini kelib arzon narxlarda xarid qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Kanalga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yishni unutmaysizlar. Keyingi qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun.